vatan degan aziz bir joyda. Ha, vatanda noning beminnat, hayoting gul, atrofing jannat. Shu boisdan bu aziz diyor omon bo'lsin abadul abad. Assalomu alaykum Namanganimizning aziz go'zal ayollari yu jonkuyar insonlari. Barchangizga yana bir bor Namanganda boshlangan 64-xalqaro gullar festivali muborak bo'lsin. Deyarli mana kechadan boshlab deyarli 40 kun davomida Namanganimizda bayram, xursandchilik, mehmonlarni keti uzilmayapti. Oqimi borgan sari ko'payib bormoqda. Sizlar bilan ham bugun ajoyib davrada mana shunday go'zal makonda, ya'ni Namanganning eng markazida joylashgan yangi O'zbekiston bog'ida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugungi konsert dasturiga barchangiz xush kelibsizlar. Azizlar, guvoh bo'lganingizdek, bu yerda juda ham katta tayyorgarlik ko'rilgan edi, lekin shunday bo'lsa-da, yomg'ir bo'lsa-da xalqimiz shu konsertni kutib mazza qilib o'tirishgani uchun mingdan ming rahmat aytamiz. Endi vaziyatdan kelib chiqqan holda konsert dasturini boshlab turamiz. Mana yomg'ir ham tindi, sekin-asta simfonik orkestrga ham navbat beramiz. Hozir esa davramiz markaziga sizlarni gulduros qarsaklar ostida O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Tojikiston xalq artisti, davlat mukofoti sovrindori, Namanganning faxriy fuqarosi Yodgor Sagdiyevni taklif etamiz gulduros qarsaklar bilan. Salom Namangan! Baraka yomg'irlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz do'stlar. Bugungi bayram muborak. Hey! Mana bor ekan u besplatniy for. O'zbekchasi nima bo'lardi? Besplatniy for. Tekin for, tekin for. Mana bor ekan u tekin forlar, bor ekan u mana. Dahshat, dahshat. Hamma birga. Parce que je sais cœur des souvenirs qui arrivent jusqu'à vous. Voilà que je suis, mais voilà mes messieurs, mes amis, je pars. Oui, mais voilà ton mépris et ton silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. O'shanda bitta joyi bor, endi o'sha menga yordaminglar kerak. Boyagiday xor bo'lib berishinglar kerak menga. Yallalao, oh yallalao degandan keyin
"Ah, o'rgelayin" degan joyi bor. Shu joyda "ah" deb kirsanglar bo'ldi, tamom. 3 marta "ah" desanglar, shu bilan tugataman konsertni. Xursand bo'lib ketasizlar keyin. Hatto ertalabgacha o'tirish kerak bular. Qo'l bilan ko'rsataychi, qara. "Ah" deb beringlarchi. 1, 2, 3. Tovuqlar bo'ladi-yu, o'lib qoladi degan. Orkestr yo'q bo'lsa ham o'zi bor. Hayat shunaqa-da. Давайте, когда man ko'rsataman, как будто yaxshi ovqat yegan, da, go'sht bilan, sumas. Qani? 1, Подожди, sen kimsan? Akilsan, yonimda tur. 3, 4. Siz nimaga baqirmadingiz? Siz nima? Uyqum menga yo'rindi. Maysarafat oshdan bilab shudun menga zo'rindi. Shudun menga zo'rindi. Vasitasi bor endi. Oyxon menga yo'rindi. Maysarafat oshdan bilab shudun menga zo'rindi. Shudun menga zo'rindi. Yana olis, yana yo'lda hayotim safarda. Yana yo'lis, yana yo'lda go'zal ham safarda. Yana donglar, yana gullar, begona shaharda. Sen tutarsan, kelmasam, qon men agarda. Yana olis, yana yo'lda hayotim safarda. Orkestrni qarsaklar bilan kutib olamiz. Bunaqasi hali bo'lmagan, bori tarixda bo'lmagan. O'zi orkestr sizlarni kutib olish kerak edi. Bugun sizlar orkestrni kutib olyapsizlar. Qarsak. O'zi Alibek bilan boya gaplashib turdik. Mana bu yomg'ir tinadigan yomg'irga o'xshamayapti desam, Alibek aytdiki, hozir rahbariyat kelsa sразу tinadi dedi. Ну так оно и получилось. Bu biladi bir narsani. Какой мощный Хаким вы здесь, ты понимаешь? Мы тут стояли под дождем, мокрые, думаю, когда же он закончится? Вот только он там появился, ни одной капли. Ни одной капли. Hey, sen vaqtliroq kelsangiz bo'lmasmi? 6da kelganingizda 7da boshladik. O'zbekiston Milliy simfonik orkestri sizlar uchun bugun juda ham zo'r musiqalarni chalib berishadi. Jonli bugun romantika bo'ladi. Hamma o'zini eri bilan keldimi ish qilib? Yigiti bilan o'zini ertaga kameraga tushgani vorasi bo'ladi. Romantika konsertga shunaqa bordinglarmi deb yurmasin yana. Boshqa birov bilan o'tirgan bo'lsalar tez azmashib olinglar. O'tgan yili konsertimizda juda ham zo'r bo'lgan. O boshqa amfiteatrda edi. Bu amfiteatr bizga ko'proq yoqqan ekan. Svetlari ham bor ekan. Tomoshabinlar ham zo'r o'tiribdi, ketmaydi uyiga. Ben dirijorlarni juda ham yaxshi ko'raman-da, bitta anekdotim bor dirijor haqida. Eshitganmisizlar? Bitta boyvachcha, boy odamda, oligarx odam orkestrga o'g'lini olib ketdi-da, keyin o'g'li aytib qopti, men ham orkestrda chalaman debdi. Keyin bo'pti debdi. Keyin dirijorga aytibdi, meni o'g'lim ham orkestrda chalsin debdi. Xo'p debdi. Skripkaga o'tirg'izsa, skripkani chalolmayotganmish-da, eshitmayotganmish. Дело в том, что смотрите, дорогие друзья, 60, более 70 человек у нас сейчас сидят, настраиваются. Hozir jonli ijro bo'ladi. Bizga faqat 1 minut kerak, 1 minut. Keyin 100% jonli ijro bo'ladi. 100%.
Anu Janizbekka o'xshamagan fonogramma bo'lmaydi, 100% живой chalamiz. Baram живой aytdim, oy, og'a. Hozir живой aytasan. Can yar canım, mehribanım canım. Can Kızılkoy'da sen de daim fikri yadım canım. Vay asalim. Baktım buldum güzel bir canonga. Maftun buldum. İsmingiz kim edi? Ay mama. Baktım buldum candan aziz güzel bir ay mama can. Она тебе заплатила, что ли? Что ты про нее поешь? Я любился. Раз. Bitta savolim bor. Shu nafas qayerda olasan? Nafas qayerdan olayotganimni o'zim ham bilmayapman. Bir kuni bitta ayol doktorga boribdi-da, shu erkak kishini qanaqa bilsa bo'ladi debdi. Keyin ovozdan bilsa bo'ladi debdi. Qancha ko'p cho'zsa shuncha yaxshi debdi. Ну все, мы готовы. Слушай, ты все еще... Да? У меня, по-моему, батарейка только вот. Батарейка Аль-Маштырин, Альтенос. Ну все, мы готовы. Сейчас наш дорогой... Куда ты ушел? Ты еще не отработал? Иди сюда. Sarvar, vaqtimiz yo'q. Boshlaylik. Синяя вечность поет народный артист Республики Узбекистан, Каракалпакстан, Татарстан, Башкортостан и, я думаю, наверное, почетный гость Намангана, да? Это его хит, «Синяя вечность». Вы сейчас услышите живое исполнение. Ey Nilum, şokadan bo'lsin. Море вернулось добрым чаем, песни природы, рассвет пробудил, сердце как друга. Сердце как песня летит из груди. О, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние вместе с собой. Олег Абдрахманов. Это мне? Аня Хованов. Не, его не дайте. Зачем его дали? А мне можно микрофон тоже? Это мои цветы, не трогай.
Вот, да, сейчас. Куда ты пошел? Работай? Gullar uchun bitta rahmat aytdim. Tasavvur qildim. Но на самом деле я хочу вместе с Женисбеком выразить огромную благодарность. Это действительно фестиваль мирового масштаба. Лично вам огромное спасибо за то, что... Смотрите, все руководство вместе сегодня празднует этот уникальный фестиваль. Вам огромное спасибо. И для нас это большая честь, Женисбек, выступать здесь. И специально для вас следующая песня. Но у меня просьба, мы хотели бы, чтобы после этой песни все танцевали. Есть. Не, ну им надо показать. Ты сможешь танцевать? Да, конечно. Я танцую, и играю, и пою, и дирижирую. Я же универсал. Хлеб не отнимай. Мархамат. Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели, а не ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила. Вдруг скрипнула дверь. Эй, все мне ясно стало. Теперь столько лет я спорю с тобой. Эй, ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то близко моря. Эй, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ты пришла, ты сбылась, и не жди ответа. Без тебя, как жилось мне на свете это. Mana bugün Namanganda Gullar festivali bo'lyapti. Barcha mehmonlar chin qalbimizdan yaxshilab qarsak chalib qo'yamiz. Hamma raqsga tushsa, вдруг скрипнула дверь. Эй, все мне ясно стало. Теперь столько лет я спорю с тобой. Ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то близко от моря. Эй, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Эй, как сказка скрипнула, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорю с тобой. Ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то близко от моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Meni ham davolashadi, uni ham davolashadi. Кызыл коньяк ham вылечит, всех нас вылечит. Nazargo'ylarga biz siz uchun emas deb yurmang.
Yana bitta zo'r qo'shiq bor. Bugun karaoke'da endi bemalol aytaveramiz. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao. O'zi nimaga chaqirdinglar o'zi? O'zingdan aytadigan bo'lsanglar, nima qilyapsiz o'rta? Ты специально, да, выключаешь мой микрофон? Это я заказал. Деньги дал им, что... Болды, sizga rahmat, sog' bo'ling. Вот там машина ждет, нет, на автобусе доедете там. Еще раз, очень красиво, давайте попробуем. Только все поем. Уна. Ой, не, репетируем. Ой, ты же знаешь. Мне не платят за то, чтобы я пел. Una mattina mi sono svegliato, все. Oh bella ciao. Ты знаешь, какой-то китайский язык. Что ты говорил сейчас? Он меня специально выключает. А белла чао, 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 белла чао. Я на бирмарта, точно мас. Iltimos, bu italyancha. Maylimi? Yana bir marta. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao. О, Я знаешь, что слышу? Белла. man bir marta ham aytib ko'rmaganman bu qo'shiqni, shuning uchun sizlarga ishonyapman. So'zni bilasizlar? Una mattina mi sono svegliato, sì, oh bella ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, sì, oh bella ciao, bella ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel dio. Se muoio da partigiano, sì, oh bella ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel dio. Una mattina mi sono svegliato, mamma, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Orkestr o'zlari sizlar uchun alohida tayyorlab qo'ygan musiqalari bor. Alibek Abdurahmonov, O'zbekiston Milliy simfonik orkestri. O'zbekistonning eng zo'r orkestri. Karsak, 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 karsak. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Bana bizaniki bu galterimiz aytib o'tdi. Antenaga pul ketmadi.
Опять выключили? Ну ладно. Хорошо. Друзья, я знаю, что здесь очень много людей, которые смотрят телевизор, так? Что вы, когда включаете, смотрите первое? Что? Сериал. Какой сериал вы смотрите по нашему телевидению? Какой? Узбекский или турецкий? Турецкий, ну все. Сейчас мы сыграем для вас одно произведение, и вы угадаете, что это за музыка из какого сериала. Вам что, не понравилось? Не. А еще какой сериал смотрите? Ну? Что-то там кто-то кричит, сейчас подойду. Не слышу. Yolunuzga kelaman, mana chiroyli o'qlar, barchasida. Какой sevimli, chiroyli serial? Qanaqasi? Mahallada duduga. Hop, yana nima bor? Tirda! Шторм написал не Ванессами, а Вивальди. Хорошо. Специально для вас сделал. Qara sevda, siz qora kiyimda, qara sevda. Hop, siz uchun. Qora sevda.
Наш дорогой друг вспомнил, что он певец, хочет спеть пару песен для вас. Endi orkestrda eshitdik, endi mana men eshitdinglar endi. Hozir hammamiz o'rnimizdan turamiz va chiroyli raqsga tushamiz. Bo'ladimi, janob? Hamma raqsga ketdik. Bayramday bo'lsin. Tayyormi? Marhamat. Gullar festivali muborak bo'lsin. Hey! Может, еще одна песня? Да? Только что начали танцевать. Bir minut. Ha, bo'ldi. Davultura ekan bu yoqda. Arsiyada bo'lsin, chiroyli. Hali konsert dasturimiz davom etadi. Bezovta bo'lish yo'q, faqat orada bitta chiroyli tabrik so'z bo'ladi. Ana undan so'ng davramizni davom ettiramiz. Hurmatli azizlar, bugungi konsert munosabati bilan mana shunday go'zal orkestrga minnatdorchilik qolaversa, sizlarni tabriklash uchun sahnamiz markaziga Namangan viloyat hokimi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati a'zosi Abdurazzoq Shakirjonovni gulduros konsertlar bilan taklif etsak. Marhamat.
Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar, hamshaharlar. Qisqa gapiraman endi, ashula aytib turganda gap yo'qmaydi. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan mana 64-marotaba o'tkazilayotgan Gullar festivalimiz 3-4 yildan beri xalqaro darajaga ko'tarilib, butun dunyodan mehmonlar kelyapti. Kecha birinchi kunning o'zida 954 ming odam ochilish marosimida ishtirok etdi. Bu juda ham rekord natija. Yana bir narsani aytishim kerakki, Gullar festivalining ikkinchi kunida biz an'anaga aylangan mana shu Milliy simfonik orkestrimiz Alibek Abdurahmonov boshchiligidagi Jinisbek Beyazovni xalqimiz, Namangan ahli juda ham intiqlik bilan kutadi. Biz bugun hisoblab o'zimcha aytdim, bir ko'ringlar, menimcha yubiley bo'lib qoldi desam, kichik yubiley 5 yil bo'ldi bu hamkorligimizga. O'shanga Namangan ahli nomidan mana shu kichik yubiley bilan tabriklab, hammaga minnatdorchilik bildiramiz. Yurtimiz tinch bo'lsin. Tinch yurtga shunaqangi bayram yarashadi. Mana 10 bo'lyapti soat. Yomg'irdan keyin ham odamlar qolib sovib ketishiga qaramasdan sizlarni maroq bilan eshitishyapti. Mana shu tinchligimizga ko'z tegmasin. Yurtimiz tinch, yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Mana arzimagan sovg'alarimiz Namangan ahli nomidan qabul qilasizlar. O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Boshqirdiston, Tatariston xalq artisti Jinisbek Beyazov hamda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alibek Abdurahmonov Namangan viloyat hokimining tashakkurnomalari hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlanadilar. Muborak bo'lsin. Kattaga rahmat, hurmatli Shakajon Shakajonovich. Demak, konsert dasturimiz davom etadi. Konsert dasturimiz tugadi. Yo'qmi? Endi raqsga tushmoqchiga, ha? Mayli. Давайте быстро танцуем и уйдем. Все. Давайте. Только для вас. Ах, моя дорогая. Танцуем, Хана Озуге. Где он? Который? Вот. Эй! С вами! Я любимую нашу, ах ты моя дорогая, золотая, ах ты моя дорогая, золотая, ты забей, не устань, счастье я тебе дал мне, ай, спасибо, Namangan, он совета мне,
точке родинка росла любовь. А где-то земушка меня с ума свела, разбила сердце мне покой зла. Где-то родинка меня с ума свела, разбила сердце мне покой зла. Меня с ума взяла, разбила сердце мне покой зла. Эта новенькая меня с ума взяла, разбила сердце мне покой зла. Ciao degan ashula aytdik biz. Ciao degan nima degani? Xayr deganimi? Salom deganimi? Yo'q. Xayr degani. Aziz do'stlar, bugungi bayram barchamizga muborak bo'lsin. Ertaga yana konsertimiz davom etadi. Menimcha hali 10 kun yana konsert bor, shuning uchun charchab qolmanglar. Faqat bunaqa aktiv bo'lib qarsak chalib o'tirmanglar ertaga, bo'ptimi? Boshqa san'atkorlar kelganda. Faqat bizga qarsak chalinglar. Hozir esa o'rnimizdan sekin turamiz va chao 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 aytamiz. Tugatamiz. Ketdik. Voy. Montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire la sua montagna sotto l'ombrario meglio. E sei amore da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire la sua montagna sotto l'ombrario meglio. Alto per quella che sono svegliato,